bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Hozirda ya'ni sizlarga ajratiladigan kreditlarimizdan mavjud 25% dan boshlangan naqd pul ko'rinishida bironta tadbirkorga yoki pul surishda anaqa qilinmaydi. Mahsulotga o'tkazib, ta'minotga o'tkazib degan narsa bo'lmaydi. Naqd pul o'zingizlar nominglarga ochilgan kreditlar klassik nominglarga o'tkazib beriladi. 50 million so'mdan 300 million so'mgacha, ya'ni belgilangan kreditlarimiz bemalol borib murojaat qilib olib, sizimiz bor agentimiz biz hamma hujjatlarni o'zi shu yerda o'zida qo'lidan chiqmasdan qilib beradi. Yagona tartibga xizmat borib kelasizlar, faqat onaydan o'zingizlar tasdiqlash hujjatlarni olishga ruxsat berib ochishga qo'ysanglar bo'ladi. Qolgan hamma hujjatlar shu yerda qilinadi. Bankka faqat qo'lda shartnomalar qo'yilgan bo'lasiz, kartangiz olgan bo'lasiz. Boshqa masalalarda hech qanaqa muammo masala bo'lmaydi, duch kelmaysizlar. Sizlarning shartlarini tushuntirib o'tsam, asosan yoshlarimizga ajratilgan kreditlarimiz 100 million so'mgacha yakka-takka tadbirkorlarimizga prezident qarori 312-qaroriga asosan ajratilayotgan kreditimiz bor. 100 million so'mgacha hech qanaqa garovsiz, 100 million so'mdan yuqorisi 300 million so'mgacha garov ta'minoti asosida ajratiladi. Bu 20% tashkil qiladi. 5 yilgacha 2 yil imtiyozli davri bo'ladi. Imtiyozli davrida faqat foiz to'laysiz, pulni ham qo'shilib hop 50 million so'mgacha bo'lgan kreditlarimiz siz yoshlarimizga 6 oy davomida rasmiy daromad belgilangan o'zi bank bilan fuqarolarimizga ajratiladi. O'zini nomidagi plastik kartaga 25% miqdorda 5 yil muddatga imtiyozli davr. Siz davomida 1 milliondan pul to'laysiz, 1 million 70 ming atrofida pul to'laysiz, boshlab pastga boradi 5 yilgacha. Agar qiziq ishlar bo'lsa, tabiiy mashg'ulotga qo'yaman yoki bironta narsa yo'nalish bo'yicha o'zingizlarni ishlarni yo'lga qo'yaman degan yoshlar, nevaralar bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Kreditlarimiz bor. Hozirda do'stlik muhimimizda shuncha men bilaman. Tadbirkorlar boshqa joylarda sentrlarga nisbatan endi tadbirkorlarimiz juda ko'p, lekin kredit chiqish masalasida sust. Shuning uchun aynan bugun mana shu belgilangan uchrashuvimiz shu yerga tashrif buyurdik. Bunaqa ishlayapti, ishlayapmiz, lekin natija yaxshi bo'lmayapti. Shuning uchun keng masalan qarindoshlarga, tanishlarga yetkazinglar. Kreditlarimiz bor, bemalol murojaat qilib beramiz. Kredit bo'yicha menga savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. 5 million 50 million so'mga kafil shartmi? Tushunsangiz, kafilligi shart, hozir sug'urta kafilligi ham bo'ladi. Endi unaqa kafilda ham qanaqa tartibda? Oyligi bo'lsa 1-2 million oyligi bo'lsa ham, boshqa yerdan krediti bo'lsa ham bo'laveradi, lekin sug'urta bilan chiqariladi. Kafil qo'shimcha kafil qo'lga kiritiladi. Sabab nimaga deyilar ekan? Oldingi yillarda kreditlarimizni ajratdik, qaytish darajasi past. Ya'ni qaytishda to'lash holatiga kelganda muammolarga duch kelganimiz uchun shu qo'shimcha kafilni respublikamiz talab qiladi. Siz topgan kafil boshqa odamga kafil bo'lgan bo'lsa, Bizga yo'q. Narsasi bizga kafil shartnoma bo'ladi. lekin 2025-yilda o'tgan bo'lsa, oyda oxirida noyabr 2026-yilga yana O'zimiz band qilinadi. Boshqa band yildan yilgacha emas. yo'q, yildan yilgacha bo'lmaydi. Shu 1 yillik bo'ladi. Siz band qilib to'lov qilganmisiz? Noyabrda bo'lmadi, kredit chiqmadi. Endi hozir yana yana 412 ming to'lashim kerak. Orada yana 3 oy xolos. Nima o'zini telefoningizni ochib qolsangiz, qulay kodi bor. Kodda mana to'lov qilgan, soliqqa borib ko'rsatib To'lovni qilgan ular. to'lovni ko'rilsa, bizda masala yo'q, narxini oladi. To'lov qilingan. Hozir endi hozir biz ashir chek to'lov qilingan chekingiz ham bo'lishi kerak bizda. Chekingizni yopishtirib jo'natinglar-da. Cheklaringiz bo'lsa, bera oling. Hozir yana o'tmasa, men yana
chiqmadi. Yaqin topshiriq olib ketdi. Qayerga topshirdi? Oilaviy tadbirkorlikka topshirgan, yopilib qolgan. Ha, yopilib qolgan yil oxirida dekabr oyi, noyabr oyi 15dan keyin dekabr oyidan keyin yakuni bo'ladi. Nima chiqmaydi o'zi. Hisobot bo'ladi, hisobot davri bo'ladi. Har bitta yo'nalish bo'yicha har bitta tizimda shunaqa bo'ladi. Iloji boricha ertaroq harakat qilinglar. Mana hozir shuni tuzatib olsanglar, hozir masala yo'q. Endi boshqa hududlar so'nggi Bo'yagi masalasi bittasi to'lovini to'lagan. Endi to'lov bir yil davomida bo'lishi kerak. Yildan yilga shuni so'rayapti. Agar uch narsasi bor bo'lsa, bir harakat qilib beradi. Uch narsasi bor bo'lsa, harakati bor bo'lsa, o'tib hisobga olish. Tayyor bo'lsa, bizga qattiq qoladi. hujjatlar topshirgandan keyin aytamiz. bugun tayyorlayapti, o'g'illar. Topshirib yuboramiz.